Yana bitta narsasi bor ekan. Biz ishonmagandik, hali kelib mana ko'rdik. Tanasida tikoni bo'lmas ekan. Tanada tikon bo'lmas ekan. Mana bu oralig'ida ham. Qani hozir. Mana. Yana bir dona pishgani bor ekan. Pishganda lekin katta bo'lib pishar ekanda, bu shotutga o'xshar ekanda, ha? Shotutga o'xshar ekan. Mevasi ham katta bo'lar ekan. Bitta pishganidan bir yeb ko'raylikchi, haqiqatdan ham. Ya bismillah. Qani yo'qotib qo'ymaylik, hozir bir dona zo'rg'a topdik. Ha, mana bu yoqda ekan. Bu ham bekinib turar ekanda. Bitta proba qilib ko'ringchi. Aka o'zingiz nima qilasiz? Siz qani sizdan bilamizda. Bizga ham boshida bor. Qani bismillah deb. Hozir. Ta'mi qanaqa? Nimani ta'miga o'xshaydi? Shotutga o'xshab ketadi. Shotutga o'xshab ketadi. Gap yo'q. Shotutdaqa ama shirin masakani. Endi mana bu vidi, turishi, qattiqligi zo'r. O'sha egasi ham aytdi, buni ta'mi rosa shirin bo'lmaydi, lekin hali o'zini buni klienti bor. Asosan buni dori-darmonlikka olishyapti. Biz xalqimiz endi bu navga o'rganyapti deganida. Videoni ko'rib biz ishonmagandik, bunaqangi g'ich hosili bo'lishi mumkin emas deb ishonmagandik. Ko'zimiz bilan ko'ryapmiz. Hamma yoq hosil to'la. Videoda bilsanglar, blogerlar chiroyli joyini video qiladi-da, lekin haligi chataq joylarini ko'rsatishmaydi. Biz mana shu 500 metr deyilayotgan bo'lsa, mashincha masofani erinmay yurib, ko'rib, aylandik. Hamma joyida meva bir xilda, hamma ko'chatlar bir xilda shoda qilib meva qilgan. Yana bir dona pishgani chiqdi. Buni ham endi o'zimiz ham bitta proba qilib ko'raylik qani. Bu hali yaxshi pishmagan ekan-ku. Mayli, tatib ko'ramiz. Mevalarni qaranglar. O'zi bu videoni 1 minutlik qilsa ham bo'ladi-yu. Lekin xalq ko'rsin, bilsin deb videoni ketma-ketligini uzmayapmiz. Mashallah. Xo'p. Mana bu ko'chatlarni oralig'ini qaranglar-da. 1 metrga bir donadan ekilgan ekan. Bir donaga 1 metrga bir dona. Ikkin ko'chatni qarasangiz 5 ta 6 talab tagidan yana novdalarni chiqazgan va hammasida meva bor. Va aytib o'tilganida bularda tikan yo'q. Tikansiz. Dehqonga rahmat. Bu darajada qilishli oson emas. Rostakasi mehnat qilish kerak. Dehqonga rahmat, dehqon baraka topsin iloyim.